Aziz tomoshabin, bugun biz siz bilan yana qirpichoqliklar haqida gaplashamiz. Qirpichoqda mard va tanti insonlar ko'p. Bu yerda himmati baland yigitlar bisyor. Guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi deganday, himmatlilar ichida minnatlisi ham bor ekan. Bunga hozir o'zingiz guvoh bo'lasiz. Sabırmısan? Shomurat aka. Vay ciğerim boğamısan ey yo'q ketding ha? 100 gram o'zgarmagansiz. O'sha-o'shasiz. Zarracha o'zgarmagansiz. Ey sen meni Shomurat aka demagin, rais bo'lading. Mana shu katta mahallaning raisi bo'laman men. Tabriklayman. Yarashibdi. Tabriklayman. Zam kelib qolsa-da. Ey Sobir, ichkariga kiramiz. U yoqdagi taassurotlarda gapirib berasan. Qani bir piyola Choy bo'lsa qochmas rais bu. Hali borishim kerak. Bir hangomaga kelaman alohida. Ishim juda zarur. Shoshib tursan. Uzr. Bo'lmasa to'xtab turardim. Nima? Shaqasan? Voy shaqasi. Ay, to'nni olib chiq. Qimmat to'n bor, o'shani olib chiq. Tez. Gel. Bir kelib qolsanda uka. Yo'q. Bizni ostonada kelgan odam qurib ketmaydi-da. Bu mengamida? Ha, senga. Qara. Voy. Ana. Ey. Rais bu juda xijolatli bo'ldi-da. Yarashganini qara. Ey, rahmat. o'likka o'sma qo'ygandek bo'ldi buni qara. Rais bu. Odamcha xijolatli bo'ldi edi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, omonmisiz? Rais bu. To'p qachon keladi, Hali futbol ko'rishim kerak. Bitta odamning ustidan kulganda endi futbol boshlangan, chiqib o'chadi, tugagandan chiqib ketadi. Chiqib ketadi. Rais bu o'zlaringiz. Abi sen siz Voy, to'pni mendan nimaga so'raysan? Elektrosvetdan so'ra, bir ko'ryapsanmi? Ha? G'ulom aka. Tanidingmi? Assalomu alaykum. Tanidingmi buni? Sobirman. Mamatqul akaning o'g'illari. olimman. Qarachi, o'roqman demayapsizmi? Voy, mana shunday eding, Mana shunday edi. Mana shunday edi. Ulan qarang. Shov, uni qo'y. Mana to'n qanday to'n, mana qara. Yarashdimi yo'qmi? Ha? Erkak kishiga to'n yarashadi. Qimmat to'n bo'lgandan keyin yarashadi-da. Men berdim, men berdim. Girpaga, mana girpaga. Qani ketdik mana. 1 2 3. Hammaga salom. Mahalla. Sobirman. Ey, mahalladoshlar, hormanglar. Sobir mana Sobir. Mana yelkasidagi to'nni kim kiydirganligini bilmayman lekin. Na'matul aka, Chiqildiramadimni o'g'li. 15 yil yo'qib ketdi chet elga. Chet elda uylanibdi. Nega bo'ldi? Rais bu. To'q qachon bo'ladi, ayting shuni. Nima elektrosetga bor, men o'zim futbol ko'ra olmay o'tiribman-da. Tez yo'qsin ey. Ha, Shunga kel. bak, Sobir. Haliyam sobirmisan? Haliyam sobirman. O'taman. Hali guruglashamiz. men qara, g'ulam, shov. Nima, yana elektrosetga manturga aytib yurma, Sobirga chopon kiydirganimni. Ha? Og'zida gap turmaydi buni. Sobir aka, rais bu nima qilganingiz bu? Chopon kiygizganingiz mayli, endi unga bunga hammaga aytib. Xijolat bo'lmaydi. Gap yo'g'ida gapda endi, uka nima xafa bo'lasan? Rais baba. Minnatdor bo'lyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisiz rais baba? Undamasda endi. Bolalar pulni 3 kun bo'ldi kutyapti. Hali berganlaringiz yo'q, Beramiz, sohiba sabr qilib turgan, idoraga o'tgan, o'sha bolalar pulni beraman. 3 marta o'tdi beramiz. Buni qo'y, buni taniyapsanmi? Tanidingmi buni? Sobirman. Sobir. Ha, Sobir. Qandaysan? Ha. Yaxshi. O'lar, bunda cho'qib ketdi. Keldingmi? Ha, keldim. Ey. Kim bo'ldi? Sohiba. Ha. Buni chopon qanday yarashibdimi yo'qmi? Ha? Issiqda chopon kiyib nima kerak ekan? O'zingcha moda qildingmi?
qimmat chopanda men kiydirdim hozir. Ha, Ha, siz ha. Suv, lekin rais baba bizga bermaysiz ularni. Qarang, sizdan bilasiz kimga berishdi. Voy, ulayni. Ha. Sizga gapiraman deb, sabr bizga moyim jonib ketdi. Bor tez uying yonib ketmasin. Ana, qachon keladi? Gaz qachon keladi? Ey, mendan nimaga birov tok so'raysan, birov gaz so'raysan, ana Gazpromga borib o'shalardan so'ra. Ya. Gaz bo'lgandan sizdan so'raymiz-da. Ey, sohiba, menga qara, ey. Tan eringga aytib yurma, Sobirga chopam kiydirganim. Ey, men qoppaman, aytaman deb tushunamsiz, gardim yo'qman. Aytib bo'lmaydi, og'zida gap yotmaydi bu sohiba. Butun mahallaga eriga aytadi, butun mahallaga aytib chiqadi. Rais bol chopon kiygizganingiz mayli, hammaga minnat qilib aytavermang, butun qishloqda ovozi bo'lib ketadi-ya. Uka sen ham xafa bo'laverma, ya. Ayas. Yo, Biz yaxshi. boshqa aytmayman, xafa bo'lma. Assalomu alaykum. Ey, Rais, Toshpo'lat aka. yaxshi uyda ekansan. Ha, ha. Mana homiylar keldi. Narsa bir mashina narsa olib kelibdi. Oziq ovqati ham bor, kiyim kechagi ham bor. Voy, kerakli xonadonlarga tarqataylik shuni tezroq. Bo'ldi, tarqatamiz, hozir boramiz. Buni tanidingizmi? Toshpo'lat ekansiz? Bu kim bu? Sobirman. Sobirmi? O'zimizni Sobir. Ey, Sobir. Olimlikka ketgansan. Hey. Omonmisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshi. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, ishi ham yaxshi. O'zing yaxshimisan? O'zi ham yaxshi. O'qishlar ham yaxshi kelgan. Hammasi yaxshi. Mana yelkasidagi mana qimmat choponni kim kiydirgan bilmayman lekin. Rais bol, menga qarang, bunday emasda. Unisi kelsa aytsangiz, bunisi kelsa aytsangiz, hammasiga aytsangiz, "Voy, oling shu choponingizni yeb qo'ying, minnatchini osh qursin" deydi. Voy jonim. Ey, mana hayot bor ekan, voy ey. Qiynalib yuribman. Assalomu alaykum ota. Va alaykum assalom. Keling ota. Keldim mana bolam keldi. Ha, yaxshi. Do'konimizga xush kelibsiz ota. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Nima kerak ota? Hech narsa kerak emas, tinchlik kerak. Voy bolam, buna qara, issiqda qara, yondiraman deydi ya. Voy, buna odamga nafasini qisib qo'yaman deydi. Qochib kirdim nima shunga. Qara, salqinligini qara. Voy. Ha, ko'cha issiq. Endi yoz bo'lgandan keyin issiq bo'ladi, otam. Ha, otam, nima olasiz? Olyapman-ku. Nima olyapsiz? Dam olyapman, bola. Ha? Ha. Am kassa bu turing. Ana balandroq qilib biz sovusin salqin tushgandan keyin chiqib ketaman, bola. O'tirma mana kafeda yana bir o'zim suv ichib bo'p qolar. Kechirasiz. Mumkinmi? Ha? Keling. Qarasam bir o'zingiz o'tiribsiz. Bu narsa suvlar, ali so'klar, ovqatlar aytmadingizmi? Voy. Pulim yo'q. Ye. Sizdek kelishgan, chiroyli, ofatijon, go'zal ayolga man to'layman. Rostam, Ha? qarang, o'zi sizga o'xshagan xotamtoyi qidirib yurgandim. O'zi ham rosa kelishgan ayol ekansiz. Voy, rahmat. Hali nima deydi? Eringiz nima ish qiladilar? Nima gap? Tinchlikmi? Erim yo'q. O'tib ketganmilar? O'tib ketsa mayli-ya, tashab ketgan. Siz xafa bo'lmang. Meni ham tashab ketishgan. Ikkalamizni dardimiz bir ekan. Siz ham bevamisiz? Qarang, o'xshatmasdan uchratmas deydi. Ikkalamiz yulduzimizga to'g'ri kelib turganini qarang. Ha? Qarang-ya. Unda
Shu bir narsa aytsam noto'g'ri tushunmaysizmi? Yo'q. Yonimga o'tiring. Mashinada o'tirib olsam maylimi? Yonma-yon gaplashgan baribir yaxshi-da. Mana shu telefoningizni o'chirib qo'ya qoling. Bemalol gaplashib o'tiramizda. Gapga ulansin, qo'shilsin deyman-da. Chiroyli kelishgan, go'zal ayol ekansiz boru. Men o'sha yerda turdim. Sizni ko'rdim-u, quyosh, oyni ko'rgandek bo'ldim, ishoning. Rahmat. Juda ham xursand qilib yubordingiz. U bu narsa aytaylik, nima ichasiz? O'zingiz xohlagan narsani aytavering. Ofitsiant! Menga qarang. Undan oldin bir narsa iltimos qilmoqchi edim, maylimi? Mayli. Siz uchun men jonimni berib yuboraman. Mana bu qog'ozga imzo qo'yib bering. Bo'ldimi, shumi? Ha, shu. Oling. Mana. Voy bu. Qarang. Imzolaringiz ham o'zingizga o'xshagan chiroyli ekanmi, a? Undachi? Mana bunisiga ham imzo qo'yishingiz kerak. Bo'ldi. Sizni kayfiyatingiz ko'tarilishi uchun men hamma narsaga tayyorman. Rahmat. Ha. Sizda erkaklar qurtgan deb o'ylagandim. Yana nima qilish kerak? Yana bittasi bor. Bu ana. Bu Ana bo'ldi. Mana. Xursandmisiz? Juda ham xursand qildingiz, rahmat. ana. Men qarang, tushunmay qoldim. Nimalarga qo'l qo'ydirdingiz? Buni bittasi mashinani krediti, bittasi uy krediti, maishiy texnikalar ham bor ichida. O'shalarni hammasini pulini to'lab qo'yasiz. Ha? Qani. Tinmay tinchlik bo'lsin. Ilohi. Senga ham Alloh shifo bersin, sog'ayib ketdik. Kelin bilan qo'sha qara, jiyan. Sog'ayib ketdim hisob, tog'a. Yaxshimisan? Mana qarang. To'qsonga kirgan chiroyli bir ko'krak qovuding, bilasanmi? Voy, assalomu alaykum. Tog'ajon, yaxshi keldingizmi? O'g'illarimiz yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Keyin yaxshimi? Bolalar yaxshimi? Zap kelibsiz-da. Xush kelibsiz. 10 kundan beri chetdalarga men olayotib turibman, zap kelibsiz. Endi chiroyli bilan ko'rishadi-da, dadasi. Kelinjon, mana yeringizni binoyiga qilib qo'ydim, ko'rdingizmi? Buni qirchillab turibdi, buni qarang. Endi tog'a, to'g'risini aytsam, to'g'risini aytsam, tabiblikdan rostdan xabaringiz bor ekan. Men ishonmasdim siz tabib desa bor-ku. Zo'r tabib ekansiz. Bizim bobolarimiz tabib bo'lgan. Ana, ko'rdingizmi? Mehnatlaringiz zoya ketmadi. Mana qarang, ertalabdan kechgacha hovlini gir aylanib yugurib yuradi-ya. Qilmaydigan bo'lib qoldi-ya. Endi faqat hovli tomligan chiqib ketyapman-ku. Kelinam xursand. Ha? Ana. Nima qilaysiz? Endi kechasi ham tinmayapman, kunduzi ham tinmayapman, tog'a. O'shanga sizga minnatdorchilik yuzasidan bir sovg'a bermoqchi edim. Ha. Sovg'a shart emas edi-ku, mayli. Nimaga unaqa deysiz? Shuncha mehnat qildingiz-a, tog'ajon. Men sizga bir sovg'a bermoqchi Ha, edim. ha. To'g'risini aytsam, endi olasizmi, yo'qmi bilmadim-u, taka bermoqchi edim sizga. Taka? Taka. Yani yaxshi o'ylabsan lekin. Yaxshi o'ylabman. Ha? Olasiz takani. Yo'q, bersak olamiz-da. Ana, ko'rdingmi? Taka beraman desam, taka bermang dedi. Tog'ajon, men aytdim. Tog'aga takani bermang deb Xudoni zorini qilyapman. Mana. Qancha mehnat qildingiz? 10 kun kelib xo'jayinimni davolab berdingiz. Taka arzimaydi. Ko'rdingizmi? Taka arzimasmish. Ya, haqqim mana shu xotiningda farazat yo'qda, aql yo'qda. Oilani erkagi o'zingmisan? Amanda. Seni gaping gap, so'zing so'z bo'lishi kerak. Kirma xotinning gapiga. Qo'rqma. Men ham shuni aytaman. Endi gap bundayda, kelinjon. Oilada erkakning gapi gap, so'z bo'lishi kerak. Erda gapiga quloq solgan ayol baxtli bo'ladi, saodatli bo'ladi. Er rozi, Xudo rozi degan. Ha. Erda gapiga kirib turish kerak. Ha. Men ham shuni aytaman, meni gapimga kiraver, taka beraveraylik desam, yo'q, taka bermaysiz, taka arzimaydi. Qo'chqor berasiz dedi. Ha? Nima? Qo'chqor berasiz dedi. Qancha energiyalaringiz ketdi, qancha kuchlaringiz ketdi. Qarang, yotgan xo'jayinimni qanaqa chiroyli qilib otday qilib qo'ydingiz. Voy aylanib ketay kelinjonimdan
Shunday bir farosatli, aqlli ayol ekanligingizni bilmagan ekanman. Ey, jiyan, omading bor sani. Shunday xotining bor, qara aqlni qarang, buni farosatini qarang. Voy voy voy. Mana shu kelinni gapi to'g'ri. Mana shu kelinni gapini olish kerak. To'g'ri aytibdi. Ha bu hozir farosati yo'q. Buni gapiga kirmagin deb turuvdingiz-ku? Yo'q, men gapimni qaytardim. Kelin, juda farosatli ayol. Rahmat. Mana shu erkak kishi hadima emas, onda sonda xotinning gapiga kirib turish kerak. Qachon biladi? Qo'chqor topchiq jiyan. O'zingni o'zing gaplashib nima qilyapsan sen? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Keling o'tiring. Asabing chatoq. Nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Qovog'ingni sog' o'tiribsan. Tinchlik emas, tog'a. Nima bo'lyapti? Asabim buzilyapti. Nervimni kasal bo'lib qoldim. Belim tuzaldi-yu. Ha. Nervimni bo'lib qoldim. Asabiy bo'lib qoldim. Sababi bormi? Nima bo'lyapti o'zi? Ozgina pul yig'ib qo'ydim. Ha. Dollarda. Aha. Mana u xotin keliningiz. Ha. Dollar tushib ketyapti. So'm qiling deb dollarni maydalatib mana menga so'm qildiruvdi. Xo'sh. Hozir yana dollar ko'tarilib ketdi-yu. O'shanga mazam qochib. Asabim buzilyapti-da. Asabim buzilyapti. Hammasiga siz aybdorsiz. Yo'q. Nimaga men aybdor bo'laman? O'zingiz aytdingiz-ku. Xotinning gapiga kirish kerak deb. Ey, jiyan. Men har kuni xotinning gapidan chiqma deganim yo'q. Onda sonda xotinning gapiga kirib turish kerak dedim. Yo'q. Sen har kuni xotinning gapidan chiqmay qolding. Xotin quli bo'lib qolding, jiyan. Nima? Ha? Boring, endi meni aybdor qilyapsizmi? Siz aybdorsiz. Siz bo'lmag'ur odam ekansiz. Ancha bo'lmadingiz. Kelmangiz uyimizga boshqa, tushundingizmi? Sizdaqa tog'am yo'q. Ko'ring, boring. Ahmaq. Men onda sonda dedim. Bu har kuni xotinning gapidan chiqmaydi. Xotin quli. Hello guys, come on everybody. Well, history bino, tarihi bino, yes? Hello, yes. Selfie, come on, selfie. Hoppa. What? Oh, Michael, come on. Oh, Kisake. Kisake. Oh, selfie. Oh. Hey. Senlarga tualetni oldidan boshqa joy qurganmi, ha? What? Tur yo'qol bu yerda. Tualet. Tualet? Beqol kesadi ya. Voy yaramas bola. O'qishga kirishga tayyorgarlik ko'rishim kerak dada deb onasi bilan meni dalaga jo'natib, katta hovlida bu uyatsiz nima ish qilyapti? Nima qilyapsan? Ha? Dars qilyapman dada. Dars qilyapsan? Ha, bu yil o'qishga kirishim kerak, shunga formullarni yodlayapman. Sen dars qilmayapsan? Sen boshqa ish qilib o'tiribsan sen. Nima qilyapsan? Telefonda nima qilyapsan? Dada, telefonda ham bekorchi o'yin o'ynayotganim yo'q, pul bu hozir. Mana shunday qilib urganingizga pul beradi hozir. Yangi chiqqan o'yin. Hamster bu. Hamster? Hamster emas, hamster. Ey bola, men umrim dalada o'tdi. Ketman bilan. Seni o'qsin, odam bo'lsin deb imkoniyat qilib meni soya salqinga ruxsat berib qo'ydim. Sen ablaq molga o'xshagan bu telefonni bunaqa o'ynab o'tirguncha dars qilib o'qishga kirsang bo'lmaydimi, ha? Ahmoq! Dada, aytayapman-ku, bu ham bekorchi o'yin emas, bu mana shu tangachalar hammasi pul. Ey, yaramas. Senda bir maqsad, orzu, havas yo'qmi, ha? Bu telefon bu bekerak narsa.
Buni nima qilasan? Umringning egovi bu, vaqtingni o'g'irlaydi. Sen o'qi, olim bo'l, oliygohlarga kir, yaxshi odam bo'l. Sendan onang bilan meni orzuyim, umidim katta. Terroringlar. Borib dalaga borib mollarni soya salqinga ol. Telefonni ber. Ber telefonni. Bo'ladigan bola boshidan ma'lum, bo'lmaydigani 35 ga kirgandan keyin yosh bola bo'ladi. Men shuni aytibdi. Nima dedi? Bu pul beradi dedimi? Buni bittalab urmaydi-da. Mana bunaqasiga uradi-da buni. Assalomu alaykum opa. Alaykum assalom. Namuncha vaqtma taqillatdingiz, ukaya, yuragimda yordingiz. Opajon, men bir iltimos bilan keldim-da. Ha? Men haliga hech qayerda ishlamayman. Doktor aytgan ishlama, grijang bor, undan keyin gemoroying ham bor. Qiynalib qolasan degan. Shunga sal qiynalib qoldim-da. Bir yordam berasizmi opa? Menga ozgina pul kerak-da. Ay, ukajon, biz ham shu oylikka yashaydigan odamlarimizdan nima qilay? Bu oylikdan bu oylikka kutib o'tiramiz. Barchangiz hali oylik olgani yo'q. Afsus, bizda pul yo'q-da. Yo'qmi? Yo'q. Mayli bo'lmasa. Hey, to'xtang. Ha? Yaxkina. Qarang, menda bitta ishdan bor. Ishda? Hey, akangizniki. Men siznikiman deb. Ashuni olib chiqay, beray sizga. Siz menga kiyim berasizmi? Ha. Rahmat sizga. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin. Rahmat sizga. Ha, o'ylay sizga. Ha. Yaxshi bo'ldi-ya. Bitta ishim ikkita bo'ladigan bo'ldi. Hey, mana. Voy bu. Eringiz nima deymi, opa? Ha? Ay, deyilding tugashi odamzodning boshlanishi-da. Ya? Nima bu? U viltinator. Eringiz nima qilib jertib tashlagan buni? Shu erim kuydirganda meni, to'yga borganda Xorazmchani yaxshi ko'radi. Xorazmcha boshlandi degandan hoppa deb bitta sakraydi, jittiladi-da. Ana shuni endi qayta tugurib jonimga tegib ketdi. Sizga shuni oling. Siz menga shunda eringizni jirtiq shimini beryapsizmi? Nima qildi kiyib, jirtiq bo'lsa jirtig'ini kiyib olasizmi? Siz meni kim deb o'ylayapsiz? Nima, men sizga bekorchimanmi? Bu shimda jirtig'ini tikib o'tirishga. Oling buni. Men hozir yarim soatda kelaman, buni tikib qo'ying.